bir natija chiqdimi? Sal ta'xir qilib tursizlar. Allohga shukr. Yaqutning eg'izidan o'g'irlab ilingan oltin tishni oxiri sizlarning tekshirishlariga ip kelaladim, hazratim. Ishlar endi oydin bo'ldi. Menga tushuntirib qo'ysizlar-chi, ha? Qarasizlar, uning tishida zahar silingan asalning qoldig'i bor ekan. Parazlari dal to'g'ri chiqdi. Eng muhimi, endi qotilni bekitadigan aynan dalil isbot to'plasizlar. Maqsadlarini tushunmadim. Deganlarimni bir-birlab qilsizlar. Sizlarga hammani tafsili tushuntirib qo'yaman. Farmon bardorman, hazratim. Sizlarga desam, Poshsha begim, bu intayin o'tkir zahar. Undaqda kimga setib berganliklarini asli alamlar. Men odatda zahar setib olganlarning tizimligini birma-bir xotirlab qo'yaman. Ozroq ta'xir qilib tursizlar. Usullari bo'ladi ekan. Bu zaharni men bu yil ichida faqat 3 odamga setib beribdiman. Ular kimlar? Biri o'zini Ibn Saidun davogan mag'riblik sodigar. Ikkinchisi-chi? O o'zini San'an davogan yamanlik bir qo'riq egizgan hasharotlarning ekinzorligiga talafot yetkazishning oldini olish uchun setib olgan edi. Undaqda uchinchisi-chi? Uchinchisi bir ayol kishgan, ismi Sundus. U donglik zargar Shihobning xotini bo'ladi. Nima? Shihobning xotini Zumrat edi-ku. Meningcha Zumrat bilan Sundus har ikkalisi Shihobning xotini bo'lishi mumkin. Menga ko'p narsalarni bildirib qo'ydilar. Rahmat sizlarga. Siz uzundan buyon Shihob xotinning xizmatida bo'layotamiz. Shihob Sundus ikkisi to'y qilgandan beri ularning xizmatini qilyapman. Yaxshi bo'ldi. Bugun biz deyishgan gaplarni ismingiz nima? Ismim Nija. Tushundim, Nija. Amsa bugun deyishgan gaplar oramizda sir bo'lib qolsin. Bo'lamdi? Bu ishning adolat yurgizishga foydasi tegadiganli bo'lsa, albatta sizlar degandek qilaman. Biroq bek qo'rqyapman. Hech narsadan qo'rqmang. Allohdan qo'rqib, ishning tegini bilib turib, guvohlikdan o'zini qochirgan kishi og'ir gunohkor bo'ladi. To'g'ri deydilar. Birinchi guvoh kirsin. Attir purush ziyo kirgay. Mana men kirdim. Sundus xonimni tonimdilar. Men tonayman. U mendan 2 hafta ilgari o'tkir zahardan bir shish setib olgan edi. U yolg'on gap qilyapti. Men bu kishini tonimayman. Ikkinchi guvoh kirsin. Sundus xonimning xizmatchisi Nijah kirsin. Siz ilgari bu shishini ko'rib baqqanmi? Shundoq. Sundus xonimning yetqidi shuni o'xshashdan birini ko'rgandim. Yag'zani yum. Meni o'roqsizdim, siz hech kimdan gap qilishiga bo'lmaydi. Gapingizni davomlashtiring. Bu jirin tozlayotganimda shishni qo'limga olgan edim. Sundus xonim uni qo'limdan tortib olib, men uni ikkinchi qatim tutquchi bo'lmadi degan edi. Mening undaq deganim yo'q. Sizlarga qasam qilib beray. Men qotil emas. Zaharni elib kelganim rost, biroq uni Shihobga bergan edim. Men uningda hech narsa olmadim. Yolg'on aytyapsan. Sen mendan zaharni elib uni o'ltirding. Men hayotimda tog'angning uyiga qadam besib baqqanim yo'q. U to'g'ri deydi. U bizning uyga faqat kelib boqmagan. Eng yaxshisi, gunohingni bo'yningga ol, Shihob. Men uni Sundusning plani bo'yicha qilgan. U tog'amning mulkiga varislik qilib, boy-boyashat yashashimiz uchun bu shumliqlarni planlab chiqqan edi. Qasam qilib beray, aytqinim rost. Undaqda tog'ang Yoqubni sen o'ltirib ekansan-da. Shundoq. Bu ishni men qilgan bilan planni tuzgini Sundus. Quloqimga zotli ishonmayapman. Xudo. Qandaq ahvolingiz, suyimli qizim? Yaxshi turyapman, Allohga shukr.
G'amkinligingiz chiqib turdi, qizim, nima bo'ldi? Har qachon do'stim Zumratning oilasida bo'lgan ishlarni o'ylasam, to'limi azoblanaman. Hay bichora. Zumratning dadasini amaliyotda uning eri o'ltirib ekan emasmi? Bu bak echinishli ish bo'ldi. Buning sababi Zumratning bu xotin purish bilan to'y qilganligida ata. Bu ishning qanday aloqasi bo'lsin, qizim? Yana bir ayoli erini qatillik qilishga kuch kiritgan gap. Bu bir sabab, ammo undaq deb ketishkim bo'lmaydi. Yo'q, ata. Har qanday ayol o'zining kundishini erimni tatib oldi deb qarab uningga shumlik qilishdan yanmaydi. Hay, bu ayollardan o'xshashli sodir bo'ladigan bir ish. Amaliyotda Alloh ko'p xotinlik bo'lishni bizga osonlik bo'lsin uchun yo'l qo'yib bergan. Qiyinchiliklarni hal qilish, munosabatni kuchaytirish bu ishning maqsadlaridan biri bo'lib, bu ishda rioya qilishga tegishli bir qancha shart va belgilama bor. Munosabatni kuchaytirish dedilimi? Bir qancha kundoshning bir-biri bilan yaxshi o'tib, asoyishli turmush kechirilishi mumkinmi? Men sizga har qanday bir ayol musulmon o'yinni beqishga tegishli bir qissani so'zlab beray. Peygamber İbrahim aleyhisselam zamanında bir qancha zo'ravon hukmronlar va buzg'unchi qavmlar o'tgan ekan. Ulardan biri bo'lgan podshohsidan Manib shahriga yurish qilib, Misr zaminlarining ko'p qismini ishg'ol qilib olgan ekan. Sinan oliylari, Nemishqa bundaq baldur qaytib keldilar Sang'on? yerlik qabilalarning biriga hujum qilganimda 100 obro'li to'limi go'zal bir ayolni asirga olgan edim. Kimkan o? Oliylari, podshoh Namrudga jang e'lon qilib, uni mag'lub qilgan İbrahim ismli bir kishini anglaganmidilar? Ular ko'ydirmoqchi bo'lib o't tashlagandan keyin o'tdan salomat chiqqan heliq kishini damdilar. U dal shu kishi oliylari. O qayerga borsa kishilarni bir ilohga e'tiqod qilishga chaqirib, gap so'zlari bilan ularni ozdirdigan ajoyib bir kishikan. Bu kishining sizlar da'vatgan ish bilan qanday aloqasi bor? Asirga og'inim dal uning ayoli Sarah. Bu qaltis xush xabar ekan. Endi İbrahimning ayoli mening dedikim bo'ladigan bo'ldi. Yo'l yurib charchab qoldik. Azroq orom elib olsaqmi ekan? Allohning payg'ambari İbrahim ayolni qutqizishga ketayotgan tursa, uningga to'xtab orom olayli desak, qandoq bo'ladi? Men bundaq jabodi xalqdek nim gunoh o'tkazibdiman. Valiha xonim, sizlar degan xo'jam İbrahimga eng yaqin kishining ayoli. U Lutni o'z o'g'lidek yaxshi ko'radi. O'g'u durust, biroq men bek charchab ketdim, havom bek issiq. Hammamizga yaxshilik qilgan Sarah xonimning yuzini qilib bo'lsa-mu, qiyinchilikqa bardoshlik berishimiz kerak. Vah. Mana yaqinroq kel, güzelim. Güzel cariye, yaqin kel. Ey Allah, meni zalim mustabidlarning zulmidan saqlag'ayla. Gelin boğulup qılıvatı to. Tilamayvatman, tinamay qoldim. Bu yaman qilmishingning jazosi. Senden ötünüp qılay. Mana qilgan sehringni tez to'xtat. Buyuk Allohdan mag'firat tilayman. Sehrgarlar nusrat qozonolmaydi. Undaqda mana nim bo'ldi? Buni Alloh biladi. Ağırqçı diyamay qilyapman. Ötünüp qılay. Ağırqning pasayishini chora qilsang. Shifohlik berguchi faqat Allohdir. Sana va o'zimga faqat duodan boshqa ishni qilamayman. Undaqda Rabbingga duo qil. Menga shifolik bersin. O'shuni topsam, Rabbimga duo qilay. Shunda qilaman. Menga shifolik tila tez bo'l. Ey Allah, sen shifolik berguchisan. Sening shifohingdan o'zga davo yo'qdir. Endi nafas olaladim. Qanday ishdi bu? Elhamdülillah degin. Chiqib ket. Mendan ner tur. Qaravul, kahin, sehrgarlar va amchilarni darhol chaqirib kelinglar. Tez bo'linglar. Malika Mahajar. Azroq bir narsa yemamdilar. Tavim yo'q. Erim Sang'un Igos ustidan nusrat qozonib qaytib kelguncha men uni bu yerda saqlab turaman. U ilohimiz Bitahning amri bilan nusrat qozong'usi. Men iloh Bitah va uningdan boshqa ilohlarga ishonmayman. Undaq deymizlar Malikam, sizlar degan bu katta alning aqidasining simvoli tursalar.
Biz ilahlarga atab oltin kumushlarni xarajat qilyapsak, cho'ng ibodatxonalarni yasayapsak, u ilahlar nima vajidan bizni ana shu yovvoyi podachilarning bulantalan qilishiga yo'l qo'ydi. Ular cho'qim biz taraf turdi malikam. Sabr taqat qilsizlar. Qo'shinsilning bundoq umidsizlanganliklarini bilib qolmasin malikam. Shunda qilishga tirishay tutka. Bu qitim qo'limdan hargiz qechib qutulanmaysan, Sara. Ilgiriki ikki ishdan ibrat olmagan o'xshamamsan. Men barliq bexatarlik tadbirlarini qo'llandim. Muqaddas kuchnimi ko'ydirdim. Kainlar menga sehrdan saqlanadigan tilsimlarni tayyorlab berdi. Uning ustiga barliq ilohlar mening atrofimda. Allah sana hidayet ata qilsin. Padişahqa mushundaq gap qilish qanday o'rnayapsan? Padişahlık faqat Allah'a xas. Kuch quvvatingdan mag'rurlanib qolma. Men senga qanchalik kuch qudratimning borlig'ini ko'rsatib qo'yaman. Yana axirib ketyapti-ku. Allah'ning qudrat alomatlarini o'z ko'zing bilan ko'rib turib, yana ishonmayaptamsan. O'tinib qilay, menga yordam qil. Og'riq asabı chidayolmay qoldim. Yordam qil, menga yordam qil, tez bo'l. Ey Allah, sen mening ojizligimni, tadbirimning cho'ltiliqini obdan bilasan. Bizga sening yordamingsiz hech qanday kuch-quvvat, madad bo'lmaydi. Ey Allah, uningga shifolik ato qilgin. Senla shifolik berguvchisan. Qasam qilay. Endi sana ishkenci yaman niyatda bo'lmayman. Qasam qilay. Yesus, ular qasrimizga bostirib kiribdi. Mansala malikam, arqoqdan qochib ketayli. Menga qilich kelib bergin. Misr zimini qo'g'dash yo'lida o'lib ketsam mayli. Bu nima degan cho'ng g'animat, ha? Malika Hajar podshoh jamiyatidan. Yiqi kelma dedim. Bo'lmasa derazadan o'zimni tashlab o'lib olaman. Darhol uni tutinglar. Bu podshohimiz Sinonni xursand qiladigan katta o'lja. Ha. Salih ayol Sara xonimga marhaba. Masalani qo'yib berishni qaror qildi. Yallariga Allohning payg'ambari keldimi? Shundoq. Men uni cho'ng kahinlar, munajjimlar bilan qabul qildim. U mo'l bilimi bilan hammalarni hang-tang qoldirdi. Undaqda sizlar Allohga iymon keltiriblar. Gapimni anglasizlar. Biz bu zamonda oddiy sodda xalqning bizga qilgan itoatiga tayinib yashayapmiz. Agar bu joyga Ibrohimning dini tarqalsa, hech kim bizga itoat qilmaydi va bizning hukmronligimizni qabul qilmaydi. Biz qarab turib o'zimizga ziyon yetadigan ishni qilamiz. Men buni tushunolmadim. Sizlarmi o'z diningizda qilinglar. Bizmi o'z dinimizda ching turaylik. Bo'ldi, birdam ta'xir qilib tursalar. Yana nima gap? Sizlarga berdigan oltin va qoshtish sovg'atlar bor edi. Yana asrga olgan Misrlik malika sizlarning dedaklari bo'lsa. Men bu oltin qoshtoshlarni qabul qilmayman. Podshohlarning sovg'atlarini qaytarishga bo'lmaydi. Undaqda bu go'zal qizni qabul qilay. Ismi nima qizcha? Dedeklari Hajar bo'laman. Balki sen mening Alloh yo'lidagi hamshiramsan Hajar. Yenimga kela. Allah seni islomga hidoyat qilishi mumkin. Islom? Biz keyincha bu haqda texmi ko'p paranglashimiz. Xayra xo'sh podshoh. Men Sarani bak yaxshi ko'rib qoldim. U to'liq muloyim, ham toqatli ayol ekan. U haqiqatan solih ayollarning ulgisi ekan. Shundoq. Qissaning davomini olganda uni texmo yaxshi ko'rib qolasiz, qizim. Meni bak taqozo qilyaptilar ota. Shundoq, bu amaliyotda to'liq katta qissa. Alloh xolisa davomini so'zlab beray. Davomli shundoq qiladilar. Meni qissaga qiziqtirib qo'yib orqadan to'xtatib oldilar. Sizga va'da beray. Alloh salomat qilsa, ko'proq so'zlab beraman. Allah sizlarni har qachon o'z panohida saqlasin. Allahu
الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري